Ey, oshni oxirigacha yemaysizlar bundoq, ha? Yedik. Yeganlaring shumi? Mana bizdan ishlasa qolmadi, hozir aka. Shuning uchun bizda tog'ni talqon qiladigan 3 ta o'g'lim bor. Sizda-chi, aka? Sizda-chi? Ana bir xil ekan. Qobiljon. Ey, mana shundoq osh yegandan keyin zo'r o'g'illardan beradi-da. Murod, qo'ysang-chi. Nima Murod? Men mana shu og'aynimizga achinganimda gapiryapman. Hech bo'lmasa, qarigan chog'ida bir zurriyat qolsin deyapman. Ha, to'g'ri. Ha, 50 yoshda ham hech bo'lmasa bitta o'g'il ko'rsa bo'ladi-yu, ha? Nima dedingiz? 70 ham 70 voyda tug'iladi. Qo'ymaysanlar deysan. Axir qizim farzand. Yoshir, kecha choyxonada yana ustimdan kulishdi. Alo, do'stim, Murod o'tib qoldi. O'ldi deysanmi? Ha, do'stimiz Murod. Murod a? Tez yetki. Hozir yetib boraman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'il bo'lib xizmat qilolmasam-da, dada sizga jannat sovg'a qilaman. O'g'il bo'lib xizmat qilolmasam-da, dada sizga jannat sovg'a qilaman. Onam bilan olib boray Ka'baga, duolar qilayin Haq taologa. Marhumni olgan bo'lsa, oldinroq olgan qarzlari bo'lsa, guvohlar bilan kelishsa, qarzlarni kim bo'yniga oladi? Men to'la olmayman. Dadamning qarzlari juda ko'p edi. Sen to'laysan. Nimaga men to'lashim kerak? Nima endi? Uyimni sotib, oilam bilan ko'chada qolaymi, ha? Ana. Men talabaman. Men to'la olmayman. Hovlini sotamiz kerak bo'lsa. Nimaga uyni sotamiz? Nimaga hovlini sotamiz? Aka, nimalar deyapsizlar? Insofinglar bormi? Dadam sizlar uchun nimalar qilmadilar? Mana men qarzlarni bo'ynimga olaman. Qizim, uyalmishsanmi? Nima qilganing? G'animat dunyoda eng g'animatim, hatto soyasi ham buyuk davlatim. G'animat dunyoda eng g'animatim, hatto soyasi ham buyuk davlatim. Aslida duosi mening jannatim. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Otam sizga jannat sovg'a qilaman. Muslimalar kabi muslima bo'lib, 5 vaqt namoz, Qur'on, hadislar o'qib, 8 jannat eshigin qulfin ochib, dada sizga jannat sovg'a qilaman. 8 jannat eshigin qulfin ochib, dada sizga jannat sovg'a qilaman. Tunni kunga ulab mehnat qildingiz, halol luqma topib katta qildingiz. Payg'ambar sunnatin sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar sunnatin mahkam
mahkam tutdingiz. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Otam sizga jannat sovg'a qilaman. Qizlar, mendan xafa emasmisizlar? Men sizlarni yaxshi ko'raman.